أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. alloh taoloning iltifoti bilan tafsirul jalalaynda sura oli imronning 31 oyatiga keldik. Bu suratu oli imron degan gapning o'zi yana imron oilasi haqidagi sura degan gapdi. Nima uchun bu oli imron surasida atalgan desa, bu surada shu imron oilasininki ahvoli so'zlangan bo'lg'achqa shu voqelikni ko'z tutib turib shunga oli imron surasi deb atalgan ekan. Bugun o'qigan darsimizda shu imron oilasininki ahvoliga aloqador bo'lgan oyatlar so'zini ekan, shu oyatlarni o'qiydi ekanmiz. Alloh taolo deydi: "Estaizu billah. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha var rasul fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin." Yine bu oyatning nozil bo'lish sababi nima degan chaqda mushriklar shuna degan ekan: biz butlarga faqatla Alloh taoloni bek yaxshi ko'rganligimiz uchun ibodat qilamiz. Ana shu butlarning bizni Allohga yaqinlashtirishi maqsadida ashta ibodat qilamiz degan vaqtda oyat nozil bo'lgan deydi. Mush gapning o'zidan tavhidningki ikki turga bo'linganligini bilib olamiz hozir. Mushriklar Alloh taoloni tunamdi desa, Allohni tunaydi. Allohni borligiga ishonti. Seni kim yaratgan? Meni Alloh yaratgan deydi. Osmondan kim yomg'ir yog'dirib desa, Alloh yomg'ir yog'dirdi deydi. Alloh taoloninki mushundoq o'zini yaratganligi, osmon zaminni boshqarib turganligi, Allohning mushunday mutlaq podshoh ekanligini e'tirof qildi-yu, lekin ular Alloh taologa shirik keltirib turib ishintida. Alloh taoloni borligiga ishongan bo'lsa-mu, Allohning birligiga kelgan vaqtda, Allohning birligiga yoki yagona ekanligiga iymon keltirishga kelgan vaqtda bular ketkizib qo'ygan. Demek bu ibadatni, şunu tevhid degan nima desa, Allohning birlik borligiga ishonish, ham shundaqla ibodatni xolis Alloh taolo uchun qilish. La ilaha illalloh deganning ma'nosi shu mana. Yine ma mushriklar Alloh taoloni borligiga ishondiyu, lekin ibodat kelgan vaqtda yolg'iz Alloh taologa ibodat qilmasdan, Allohga sherik keltirmay turib ibodat qilmasdan, ma butlarimiz bizni Allohga yaqinlashtirdi. Shu maqsadda biz butlarga ibodat qilyapmiz bunda deb turgan. Shu jihatdan bular yana kofir bo'lib ketgan. Yana shu mushriklar bilan Muhammad alayhisolamninki o'tirsidagi shu bo'lgan urush janglarning hammasi nima sababdan bo'lgan desa, mushriklar yana biz shu butlarga ibodat qilishni yanmaymiz deb turib olganligi uchun bo'lgan urushlar hammasi. Agar ular shu butlarga ibodat qilishni yeniblar, mushu tavhidni ravurs bo'lgan bo'lsa, o chaqda u ishlar bo'lmaydi. Ham ish o'z o'rinda bo'lgan bo'ladi o chaqda. Yine etkin Muhammed Aleyhisselam ularga deydi: "In kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Agar siz Allohni yaxshi ko'rsanlar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Ya'ni annahu yuthibukum. Alloh sizlarga savob beradi degan bo'lgan. Va sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh g'afurdur, rahimdur. Yine g'afur degan chaqda Alloh sizlarning ilgariki o'tib ketgan gunohlaringizni mag'firat qiluvchi. Limani tabani, menga ergashgan kishilar uchun uning ilgariki gunohlarini mag'firat qiluvchidir va Alloh rahim qiluvchidir u kishiga. Demak, bir odam 40 yoshga kirgacha kofir holatda yashapti deyli. 40 yoshga kirgandan keyin musulmon bo'lgan bo'lsa, musulmon bo'lishning ilgariki gunohlarini hammasini Alloh taolo kechirib bergan. Alloh taolo mana shunday g'afur zot, rahimdil zot. Qul atiiulloha va rasul. Yana ularga aytqinki, Muhammad alayhisalom Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Sizlarni buyurgan shu tavhid aqidasidan iborat shu ishda Allohga va Allohning rasuliga itoat qilinglar. Fa in tavallaw. Agar yuz o'rsa, ular itoat qilishdan yuz o'rsa.
Tavhid uluhiyya, tavhid rububiyya. Tavhidning har ikki turida yana shu itoatdan bosh tortsa, Allohga va payg'ambarga itoat qilmasa, fa innalloha la yuhibbul kafirin. Haqiqatan Alloh kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Yani Allohniki itoatga bo'ysunmaganlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Bu yerda la yuhibbuhum deb keltirsin bo'ladi. Fa in tavallav deb kelgandan keyin agar ular yuz yurib qolsa, Alloh ularni yaxshi ko'rmaydi degan shaklda menda keltirsin bo'ladi. Lekin zimir olmash keltirishning o'rniga oshkor ismni keltirdi deydi. İqamatu zohiri maqamil mudmir degan gap shu. Ya'ni Alloh ularni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni Alloh ularni jazolaydi degan ma'nodagi gap deydi buni. Xo'sh, endi boshqa mazmunga keldik. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. حقيقة الله تعالى آدمني نوحني إبراهيم أولادني İmran avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Zurriyatim ba'daha min ba'd bo'lgan ekan, ba'sidan bo'lgan ekan, yine qondosh degan bo'ladi endi. Qondoshlik munosabati bor, urug' tuqqan. Vallohu samiun alim. Alloh hammani anglab turguchi, hammani bilib turguchi zotdir. Yani istafa degan ixtiyora degan ma'noda. Ala İbrahim, Ala İmran degan yana İmronning oilasi, İbrahimning oilasi, İmronning oilasi deganda maqsad oshlarning o'zlarini ko'rsatdi deydi. Alal alamin degan payg'ambarlarni ularning nasldan qilish orqali butun olamlarga Alloh taolo ularni tanlagan. Zurriyatam ba'daha. U shunda bir avlodlarki, ularning ba'sidandir. Yani ba'siniki bolalaridan demek. Vallahu semi'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Öz vaqtida İmranning ayoli aytdi: Parvardigorim, men qo'risqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otadim. Bu nazarimni qabul qilgin, sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan. U qiz tuqqan vaqtida, "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas. Balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, "Men uni Maryam deb atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." Nabi İmron alayhissalomning ayolining ismi Hanna ekan. İmronning ayoli maqsad shu Hanna degan ayol aytdiki, "Lamma asannat vashtaqat lil walad." U yeshi cho'ngib, baloga nihoyat intisarib ketgan chaqda Allohga duo qildi va o'zining homildor bo'lib qolganligini his qilgan chaqda dediki, "Rabbi, ya'ni ya Rabbi demoqchi. Ey Parvardigorim, naqatan nazr qildim men. Shuki qilg'ayman sen uchun qo'risqimdagi narsani muharraran degan atiqan deb tafsir qildim. Ya'ni ozod qilingan, ya'ni otib o'tilgan demoqchi. Dunyoning mashg'ulotlaridan yuz o'rib, Baytul Muqaddasninki ismi muqaddas uyingni xizmat uchga ashda xolis bo'lgan holatda otib o'tdim degandi. Shunda men nazr qildim, fataqabbal minni. Mendan osh nazrimni qabul qilgin. Innaka antas sami'a. Haqiqatan sen duolarni anglab turguchi va niyatlarni bilib turguchi zot tursan. Keyin İmron alayhissalom halok bo'lib ketdi, vafot bo'lib ketdi. Ayoli homildor vaqtda. Ya'ni Maryam onamiz tug'ilishdan burun dadasi vafot bo'lib ketgan demoqchi-da bu yerda. Falamma wada'atha. U ayol bolasini tuqqan vaqtda, bolasini yana o'g'il tug'ib qolsa munda qilaman deb nazr qilgandim. Lekin keyin u bolasini qiz tug'ib qolgan chaqda, holbuki u bolasining o'g'il bo'lishini umid qilib turgan holatda qiz tug'ib qolgan. Chunki u Baytullohning xizmatiga atalgan bola cho'g'im o'g'il bola bo'lish kerak dedi. O'g'il bola bo'lish kerak.
Ashuna qiz tug'ib qolgan vaqtda dediki, o'zlari aytgan holatda, Parvardigorim, men qiz tug'ib qoldim. Vallohu a'lamu bima vada'at. Alloh bilib turg'uchidir, u oningki nima tuqqanligini. O'g'il tug'dimi, qiz tug'dimi, uni Alloh eng obdan bilguchi. Bu yerda vallohu a'lamu bima vada'at degan qistirma jumla deydi. Alloh taoloning so'zining jumlasidan. Yani bevosita Maryam Hanna onamizningki so'zi emas. Yani Hanna onamizning so'zini Alloh taolo bizga hikoya qilib so'zlab berib o'tib, so'zningki qatorida Alloh taolo bevosita o'zining so'zini kirgizgan. Yani qistirma jumla demoqchi bu yerda. Yana bir qiroatda toning zammasi bilan o'qilgan. Yani vada'tu bima vada'tu deb o'qilgan qiroat bor ekan. O'sha bima vada'tu bo'lsa, qistirma jumla bo'lmaydi. Bevosita yana boshdan tortib Hanna onamizningki gapini so'zlab kelib o'tib, yana osh gapningki oyig'i davom bo'lgan bo'ldi-da o'sha. Yani Alloh taolo mening nima tutganligimni obdan biladi degan gap bo'ldi. Yana bevosita yana shu hanonimizningki gapining qatoridan bu chog'da. Valaysat zakaru kal unsa. U o'g'il bola, u talab qilgan o'g'il bola, u onasi talab qilayotgan o'g'il bola qizga o'xshash emas. Yani men uningga ato qilgan qizga o'xshash emas. Li'annahu yuqsadu lil xidma. Chunki o'g'il shu Baytullohning masjidninki, ya'ni Baytul Muqaddasningki xizmatini qilishga, masjidning xizmatini qilishga degan o'g'il bola nihoyat mos keladi. Chunki qiz bola deganning ojiz keladi va avrati ichirib qolgan ish bo'lib qoladi. Va yana ba'zi hayz ko'rib qolgan boshqa shunday ahvollar bo'lg'achqa davomliq masjidning xizmatini qilishga mos kelmaydi deb turib, masjidning xizmatini qilishga shu bir o'g'il bola bo'lsa ekan deb shu maqsad qilingan emas. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من onun ismini Meryem deb atadım. Men sana sığınıp onu ve onun balalarını oğlanı şeytandan panoh tileymen. Er-racim degan el-matrut. Yani qo'g'langan demek ekan. Hadisi shundoq kelgan deydi. Ma min mavludin yuladu. Qandaliki bir bola, bir buvoq tug'ildi ekan, u tug'ilgan vaqtda uni shayton silaydi. Shu shaytonning silg'an u bolani silg'anligining sababidan u bola shunda yig'laydi, vaqirib yig'laydi deydi. Ovoz chiqarib, chayqirib yig'laydi demoqchi. Faqatla Maryam onamiz bilan uning o'g'li bundoq bo'lmagan. Yani bu İmam Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan hadis ekan, sahih hadis. Yani mushu oyatdan hozir biz nimani bildik desak, mushu oyatdan chiqqan muhim bir muhim nuqta hamda. Nurg'un narsalarni biz orzu qilamiz-ku, lekin biz orzu qilgandek bo'lmay qoldi ba'zi ishlar. Biz orzu qilgandek bo'lmay qolgan ishlarda yana nurg'un xayriyatlar bor degan gapda. Alloh taolo bizningki o'ylaganimiz bo'yicha emas, Allohninki iroda qilgani, buning cho'qim bir xayriyat bor, cho'qim bir yaxshilik bor deb ishonish kerak, shuni e'tiqod qilish kerak musulmon degandan. Shunday. Xo'sh, endi fataqabbalaha robbuha biqabulin hasana va anbataha nabatan hasana va kaffalaha Zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yanida biror yemaklik uchratdi. U, ey Maryam, bu sana qayerdan keldi deydi. Maryam, u Alloh tarafidan keldi deydi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizlar hisobsiz rizq beradi deydi. Yine fetakabbalaha degan qabila Maryama, ya'ni qabul qildi Alloh taolo Maryamni uning onasidan. Biqabulin hasanin, inoyati chiroyli qabul qildi. Va anbataha nabatan hasana, va uni inoyati yaxshi tarbiyalab o'stirdi. Nabatan hasanatin ansha'aha bi xalqin hasanin. Inoyati go'zal yaratılışda, ya'ni yaratilish badan qurilmasini go'zal qilib ashta tarbiyalab o'stirdi demoqchi. Ya bi xalqin, bi xulqin bo'lsa axloq bo'ldi, bi xalqin bo'lgan ekan.
فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. Bu yerda nabatın hasana deganning tafsirida shuni deyilibdi mana. Xuddi boshqa bolalar bir yilda o'sgan, qanday o'sgan bo'lsa, boshqa bolalar bir yilda o'sgan o'lchamda Maryam onamiz shu bir kunda ham o'sib qoladi deb shuni tafsir qilibdi. Lekin buni asrki shariasida buning qartamda shar'iy bir ishonchlik dalil yo'qmi deb qarta deyilibdi. وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس. Bu Meryem anamızın anısı şu rahiplarınki yanıga ip geldi. Şu çağdaki mullamların kaşkı demişti değil mi? Yine Beytül Mukaddes'in hizmetkarları boğan şu ahbarlarının yanıga ip gelgen. İp gelip dunakum hadihin nadira. Sizler bu meninki nazremni qabul qilinglar deb shunday degan. Fatanafesu fiha. Ular shu Meryem anamizni qabul qilish haqida talashlar chiqib qoldi, baslashib qoldi deydi. Musobaqa tushdi. Chunki u Maryam onamizganiki kichik bo'lsa-mu, endi bu cho'ng bo'lgan chog'da bu kichik odam emas, kichik odam bo'lmaydi. Chunki u ularning imomining yo'lboshchisiniki qizi edi deydi. Yana shundoq yaxshi bir savobga erishgili bo'lgan bir fursat kelgan vaqtda musulmon shunday bir fursatni qo'ldan bermas kerak degan bir ma'noni uqib mana. Faqala Zakariya. Şunu Zakariya alayhissalom dediki, men uni beqishga eng loyiq turman. Chunki uning hammasi ona taraf hammasi mening yanimda. Yana Maryam onamizniki ona taraf hammasi Zakariya alayhissalomniki ayol ekan. Ular dediki, ya unda bo'lmaydi, biz chek tashlashmoqcha sana bermaymiz. Kimi chiqsa shu boqadi deb turibdi. Shunda ular uydan chiqib mang dedi. Ular 29 odamdi. Urdun degan dengizga qarab mang dedi, daryoga. Ular o'zlarininki pal o'qlarini tashladi. Aqlamahum yine alaqi chek tashlagan pal o'qlar desek xato ma'no qilmasin. Aqlamahum degan yine shu chek tashlaydigan o'qlarini o'ttirga tashladi deydi. Ala anna min thabata qalamuhu fil ma'i wa sa'ida. Kimninki shu qalami suvda cho'kib ketmay, shu laylab chiqib tura tursa, shu odam Maryam onamizni Maryamni beqishga eng loyiq deb shuni deyishibdi. Shuni kelishibdi. Shundan Zakariya alayhissalomniki qalami cho'kib ketmay tuvdi deydi. Tug'andan keyin shu Zakariya alayhissalom Maryam onamizni oldi va uningga masjidda bir palampay bilan bir ayrim ho'ja bino qilib deydi. Masjidning ichida. Palampay bilan chiqilib bo'lgan bir hujra yasab turibdi. Uningga shu hujraga Zakariya alayhissalomdan boshqa odam chiqmaydi deydi. Va kana yatiha bi akliha. Bu Zakariya alayhissalom uning Maryamning yoniga uning yemek ishimikini, maylarini olib keladi. Olib kelgan vaqtda uning yanida yoz vaqtida qish fasliniki mevchalarini, qish faslida bo'lsa yoz faslining mevchalarini topatdi. Xudo kama qala Alloh taala va kafalaha Zakariya'u degan o'xshash. Zakariya'u deb o'qilgan qira'at ekan. Va kafalaha Zakariya'u degan Zakariya alayhissalom u Maryamni o'ziga qo'shdi. Yani onunla ayeti zemmergen qo'shtin quchoqlab mında qildi degan gap edi. Ashunga darajada kepil bo'ldi demoqchi bu yerda. Yana bir qira'atda kaffalaha deb munda o'qilgan. Zakariyaning nasbi o'qilishi bilan. Zakariya degan bu mamdud va maqsur alat o'qilgan. Zakariya'u deb munda ikki xil o'qilgan demoqchi. Va kaffalaha bo'lgan chog'da o'sha kaffalahaning foili Alloh bo'ladi deydi. Kepil qildi Maryamni Alloh kepil qildi Maryamga Zakariya alayhissalom degan bo'ldi. Va kafalaha Zakariya o'sa kepil bo'ldi u Maryamga Zakariya alayhissalom degan bo'ldi. O'shada kafalani foili Zakariya bo'ldi ekan. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qachoniki Zakariya alayhissalom shu Maryam onamizning yoniga kirish uchun shu hujraga kirgan vaqtda uning yanında rizqni topatdi. U hujra bo'lsa eng sharaflik so'rin deydi. Dediki, ey Maryam, anna laka hada, bu sana nereden kelib qoldi deganda Maryam onamiz kichik turib shuna degan. Va min indillah.
u Alloh tarafdan kelgan. Uni menga Alloh jannatdan ib kelib beryotidi. Innalloha yarzuqu man yasha'u big'ayri hisob. Haqiqatan Alloh taolo xohlagan odamga hisobsiz rizq beradi deb shundoq degan deydi. Rizqan vasi'an bila tabiatin. Yani jafo mushaqqat tatmasinlar. Jafo mushaqqat tatmasa uni keng rizq beradi deb shundoq degan. Yani kichik bo'lsa-mu, mushu gapni qilgan deydi. Haqiqiy mo'min degan o'ziga kelgan har bir ne'mat va har bir yaxshilik, xushallik bo'lsin, xafalik bo'lsin, hammasini Alloh tarafdan kelgan deb shunga iymon etish kerak endi. O'sha deyaladigan bo'lish kerak. Payg'ambarimizning endi bir hadisi kelgan o'xshash, ajaban li amril mu'min dedi. Men mu'minning ishiga ajablanaman. Agar uningga bir yaxshilik, e, bir xushallik bir ish yetib qolsa, u uning qarta shukr qiladi, shuning bilan uning ajri bo'ladi. Agar uning bir xafalik yetib qolsa, u shuning qarta yana sabr qiladi. Sabr qilgandan keyin uning yana ajri bo'ladi deb shuna degan. Shuning bir xushallik yesin, xafalik yesin, mu'minning har qanday vaqtda alloh taologa hamd aytadigan va alloh taologa shukur aytadigan bo'la oladigan bo'lish kerak ekan. Ashtaganchada haqiqiy iymoni komil mu'min bo'la olamiz. Alloh taolo hammaylarni o'zining dinida mustahkam turgan mu'min musulmonlardan bo'lishimizga nasib qilsin. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka va atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.